hamma yozib oladi, keyin ketdi tarqab. Ana bir gapirdim. Biz yoshligimizda bir opaxon bo'lardi. Frontdan qaytib kelgan. Dedim-ku, o'sha ham ketdi, hamma joyda men aytdim, bo'ldi, o'sha ehtiyot bo'lish kerak, tilga ehtiyot bo'lish kerak. 2-3 marta shtrafga ham tortildim. Lutchi 16 yoshli yosh yigitlar uchun hayot zo'r deb maqtab qo'yish kerak ekan. Endi bildim. Sirini endi tushundim. Faqat paxta qo'yish kerak ekan. O'shanda faqat siz yaxshi ko'rishar ekan. Faqat yaxshi, zo'r, yoshlar zo'r deb hammaga paxtani bosaverish kerak ekan. O'shanda hamma sizni yaxshi ko'rar ekan. Iloji bo'lsa ora-orada assalomu alaykum. Juma bo'lib qolsa, Sayyidul ayyom juma muborak birodarim deb qo'ysam, o'shanda ham zo'r ekan, yaxshi ko'raverar ekan. O'shaning uchun men ham sekin stillarni o'rganyapman. Tailandda ham bo'sh yotganim yo'q. Oynaga qarab repetitsiyalar qildim. Ana birovdan bir ishim undirish uchun, bir manfaat undirish uchun kallama sinxronni qilinadigan kurslarda o'qib keldim. Mana shunaqasiga pulini olib kiydirib ketish uchun. Haliga gaplar aka salqin tushib qolibdi. Nozik mijozda ehtiyot qiling deb mana zo'r gaplarni gapirib, pechkalar yaxshi ishlayaptimi? Mashina sizga yarashatdi akajonim deb tagajalab haligini pul-mulini olib yo'g'ronda bir ishni bitirib olguncha men shunaqasiga kalalarni qilatib. Mabodo qarz so'rasa ham berayotganingizni aytasiz, aka. Qarang, o'z vaqtida berasiz, desangiz nima deydi? Bermaydiganlarni 99% bilasizlar nima deydi bular? Zo'r gap, kinna solish davom etaveradi-da. Pul bersangiz ham shu payt nima deydi? Albatta. Qarz qiyomatga qolmaydi. Banda bandanikini kechirish mumkin. Alloh bandani oldidagini kechirish mumkin, lekin banda bandagi qarzini qiyomatga qolmasin, ha? Men o'z vaqtida beraman deydi. Shu bilan jalam. Haligini o'yla, izla, top. Kim edi u va'da bergan? Keyin unga tushuntirishing kerak. Aka, men bir oy o'tdi. $2000 so'rab turuvdingiz, og'ir mushkulim dedingiz. Birodar dedingiz, juma kuni tabrikladingiz. Men sizga anaqa laqqa tushdim. Mayli, endi u yoqni qo'yavering. Ana 2000 ni bering endi. Desangiz, o'zi $2000 yo $20,000, $200,000, $200 farqi yo'q. Hammada har xil shay anaqa variant. Vaziyat. Unga tushuntirishingiz kerak, u pulingiz nimaga kerakligini. O'zingiz pulingizni bergansiz. Oradan bir oy emas, 2 oy o'tdi. Unga tushuntiryapsiz, aka. Men ham mashinam qishki rezina olishim kerak. Qor yog'yapti, nimaga? Sizga tushuntirishingiz kerak-da. O'shaning uchun munosabatni qarz buzadi. Qarz berish shunaqa zo'r narsa o'zi. Kech oladigan darajada berishingiz kerak. Shtoba ertaga uni ham yomon ko'rib qolmaslik uchun. Abdullatta ukam, assalomu alaykum. Amerika tinchmi? Ana Samarqandlik bir katta qo'rg'onlik metan shaharchasidan chiqqan jahon chempion bor-ku, Kachok. Shu o'shanga, shu ukamga o'xshagan chempion Abdullatif ham 6 medallar olgan shogirdim bo'lgan. Bir vaqtlar esa kachka qilardik. O'zi ham genetikasi ham mo'shning. Qizlar mabodo chiroyli, kelishgan, chiroyli, qaddi qomati, aqlli, ichmaydigan, chekmaydigan, odobli, kamiga har kuni sport qiladigan presslari bor. Beda press emas, bilet. Qornidagi presslari bor. Puli ham bor. Tarbiyasi ham zo'r, madaniyati ham zo'r. Qaranglar, 10 ta. Kamiga Amerikada yashaydi bu degani, o'sha pul bor degani. Shuncha pluslar, 11 ta plusini sanab chiqdim shu shogird ukamni. Qaranglar qizlar, mabodo shunaqa kiyov kerak bo'lsa, mana shu Abdulatifga yozinglar. Shunchalik pluslari ko'p ekan, bola o'zimga ham yoqib qolyapti. Hozirgi qizlarga bunaqa bola kerak emas. Hozirgi ba'zi bir bolalarga ham bunaqa bolalar kerak o'zi. Shunaqa. Hozir aytib bir-biriga gul berayotgan ekan, go'zallar mana. Скажите, пожалуйста, а где в Таиланде, где хороший том-ям, скажите, пожалуйста, мы прилетели из Казахстана. Дорогой брат, Баурум, Таиланд это страна, это очень большой тоже мегаполис, там
Бангкок, там много разных провинций. Но если вы в Пхукете, именно в Пхукете, есть там улица, называется вот этот Патон, дурная улица, где там трансы, где вот эти спайсы, где вот эти дебилоиды ходят же. В конце этой улицы есть офигительный том-ям, самый настоящий. Я специально из другого района Пхукета, а район называется Камала, из этого конца этого острова специально на байке или на машине 15-20 минут ехал, чтобы покушать именно этот том-ям. Гастрономический оргазм получить. Gastronomический оргазм degani bolalar, bilasizlarmi nima deganini tarjima qilib beraymi? Ovqat yeganda ham xuddi bir bo'shanish, ya'ni o'sha payshanba oqshomidan oyoqlar qaltiraydigan orgazm his qilasiz-ku. Ya'ni jinsiy aloqadagi orgazm boshqa, ovqat bilan bo'lgan aloqadagi orgazm boshqa. Buni gastronomический orgazm deydi. Uni manaqalar yaxshi bilishadi, gurmanlar juda yaxshi tushunishadi. Gurman degan so'zning ham tarjimasi qanaqa? Ovqat purishmi yo, ovqat xo'rmi? Kishkamanmi? Ishkamaniya xushi чем narkomaniya. Mayli, endi zonskiy gaplarga o'tib ketmaylik. Bizning aqlimiz yetmaydi, chunki baribir bizda unaqaligi yo'q, tajriba katta emas. Bilmaganni gapirma deydi. Ana Botir aka achchig'osh. Bilmaganlar bilib olinglar. Botir aka achchig'osh ham mana shu Tailandga kuyov bo'ldilar 5 ta kam. Botir aka mana shu Tailanddan, Phuketdan yo restoran ochmoqchilar, yoki bir oshxona ochmoqchilar o'sha yerda. Botir aka achchig'osh Phuket degan. Yoki bo'lmasam ikkinchi yo uchinchi keneyimni Tailanddan qilib qo'yganlar. Necha yoshingiz 40 bormi? Go'zal singlim, latofatli singlim, asal singlim, jon singlim. Men yoshim 41 da. Xohlasangiz, men endi yoshim qariroq, lekin baribir hali patronda kuch bor, hamma tomonlama. Lekin baribir endi siz agar yoshroq, go'zal, latofatli, energiyaga boy, kuchga to'lgan yosh bir qiz bo'lsangiz, o'zingizga internetlar orqali, jonli efirlar orqali e'tiborni qaratib, yokida qanaqadir Instagram sahifalar ochib, u yerga filtr qilingan chiroyli go'zal rasmlaringizni sun'iy intellekt orqali bellarini ingichka qilib, ba'zi bir joylarini kattaroq qilib, mabodo bo'lajak kuyov izlayotgan bo'lsangiz, mana jonli efirim zo'r variant. Bu yerda har xil variant bolalar bor. Bedepressdan boshlab onasini emsin, mol qochiramiz, odam qochiramiz degan variantlar ham bor. Bu yerda sportsmeni ham bor, bittikda gazandasi ham bor, bittikda heyteri ham bor. Haligi qo'shnisining mashinasini arendaga olib turib, haligi bunda tepadan rasmga olib storieslarga qo'yadiganlari ham bor. O'zini hayoti qolib ketib, birovning hayotini yashaydiganlari ham bor. Balki bittikda ana milfalarni yaxshi ko'radiganlari bor. Mabodo yoshingiz o'tib qolib, ya'ni dunyo bozorida tovar o'tmay qolgan bir milfa degan bir toifa bor. Ya'ni milfa deganda bu tarjimasi qanaqa bo'lar? Yosh o'tib qolganroq bir opaxonlarimiz bor. Ularni ham qari demaymiz. Ular prosta уже yoshlikda o'ynab ko'tiga tiqib tashlab ketgan narsalarni qaraganda qadriga yetadigan bir milfa toifalari ham bor. Unaqalarni jonini chiqaradigan ukalarimiz ham bor bu jonli efirda. Shu jonini ham, qonini ham chiqarib, mana shu tizzaga tushib qolgan narsani ham kerak bo'lsa shu ko'tarib turib, aylantirib, ana opaxonga xizmat qiladiganlari ham bor. Shuning uchun kuyov tanlamoqchi bo'lsangiz, bizning jonli efirimizda variantlarni har xili bor, lekin ehtiyot bo'ling. O'sha aytganimdek, ko'zi qonga to'lib, hattoki tovuq itarganlari ham bor. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Bular aytadi-ku, bu chollar yomon chollar dedi-ku. O'tgan kampirni poylar. Shunaqa go'zal singlim, latofatli singlim. Meni esa yoshim 41 da. Men sizga baribir kuchim yetmaydi. Biz endi bittadan keyin, ikkitadan keyin charchab qolamiz. Siz endi 16 yoshli, agar 20 yoshli bo'lsangiz,
Sizda energiya ko'p, sizga faqat shu yosh ukalarim bas kelmasa, buncha menga o'xshab o'sha patronida kamroq o'qib qolgan, o'zi kam o'qib qolgan. Biz uni ehtiyot qilishimiz kerak. Biz uni oila xizmatiga foydalanishga olib qolyapmiz. Yordam bering iltimos deb yozibdilar. Alhamdulillah deb yozibdilar o'zlari profillariga. Sinimizga mana yordam kerak ekan bolalar. Ko'ringlar. Agar o'sha yordam qilmoqchi bo'lsangiz, sinimizga yordam beringlar. Shunaqa. Biz esa mana bu yerdan aka 2019dagi motivatsiya bering. 2019dagi motivatsiya 2019, hozir 2026. 7 yoshli bolaga motivatsiya kerakmi? Siyib qo'ymasa o'shani o'zi motivatsiya 7 yoshda. Motivatsiya bularga jarab hamma motivatsiya должен dedi. Bularga hamma shu motivatsiya berish kerak. Mana pulim qolib ketibdi uyda. Ana, yoshing o'tgan sari pulingdan qolib ketadi. Vaholatga yaxshi ham karta bor. Shu desanglar kirib anaqa qilsak. Qizlarga shokolad olsak, shokolad. Chunki men zalga quruq kelmayman, bilasizlar. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Ishintiyda qizlar o'tiradi bizda. Quruq kelmayman. Shirinlik olamiz. Sevgi bo'lib qoladi. Sertasi bor, ki o qizlar azliga meni sevib qoldi deb o'ylashi mumkin. Sevgi sorqotdan ko'ra ham yaxshi. O'zimizni snikers. Tinchgina. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biraz şart olmaz. Yani kızım bu mu? Yok başka? Yok, Shuni yechib olasiz. başka yok. Allah vereyim mi? Arıya her gün yapıyorum. Ne şu olur? Bitta bir Evet. Uni chekka emas, qo'ying. Rahmat. Tak. Kim motivatsiya so'rayotgandi? 2000-yilda 3 ta olib 2 ta qo'ydingizmi? Yo, men nimani 3 ta olib 2 ta qo'ydim? Sneakersmi? Yo'q, 2 ta oldim. Jala. Tuhmatchi bo'ladi. Tuhmatchi bo'ladi. 2 ta oldim. 2 tani pulini berdim men. Yaramas. Maxluq. Qaranglar, so'kinmasdan gapirsam, gaplarim qiziq chiqmas ekan-a o'zi, ha? So'kinib gapiraman, ket iynasini keyin qarab jonli efir. Bu yerdan o'tiraman, keyin qaysi organizatsiyadan telefon qilarkin deyman. Yo IIBdan telefon qilishadi, yo kattaroq telefon. Yo Alloh uchun yordam bering, iltimos deb, alhamdulillah deb yozib qo'yibdilar sinimiz. Yordam beringlar shu qizga. Endi 99% holatlarda bunaqalarga yordam kerak bo'lmaydi. Yordam kerak, odam o'tirib olib Instagramda gadoychilik qilmaydi, harakat qiladi. Megabaytga puli bor, telefonni Instagramga kiradigan telefon, demak normal telefon. Bunaqalarga pul kerak emas. Assalomu alaykum shef. Bitta joy berasiz endi shef. Pulli bo'lsa, qaysi biri?
bo'ladi.